Sizlarni 14 kunlik litsenziyalangan umra ziyoratiga taklif etamiz. Bizning professional jamoa sizning ibodat va ziyoratlaringizni mukammal bo'lishini ta'minlaydi. Farg'ona shahridan Jidda shahriga, Toshkent shahridan Jidda shahriga to'g'ridan-to'g'ri parvozlarimiz. Bir marta o'pganligi uchun men seni o'pdim, bo'lmasam seni o'pishda hojati yo'q. Bu bitta sunnat amal. Endi sunnat amalini qilaman deb turib, ayollar kirib, hatta o'sha ayol erkak bitta bo'lib ketadi. Ayol erkak bir-biriga yopishib ketadi. Bu haromda ham haromi bu. Hocaga hali problem? Hali avtobusda kelayotganimizda ayollarga aytdik-ku, mashina men oxirroq olib qoldim, men tushunmay qolganlar uchun shu Qoratoshga boradigan paytda men videosida ham ko'rdim, mana bitta domla aytdi. Endi u yuzdan ham bir kog'ozmash keladigan ayollar uchun, Ayniqsa ayollarimiz uchun. Biz o'zbek ayollari Xudoga shukr yaxshi. Lekin boshqa millatlar ayollari ko'proq Hajarul Aswadga borib olyapti. Bu Hajarul Aswadni o'pishlik Rasulullohdan sunnat. Lekin u ayol kishini u erkaklarning oldiga orasiga kirib borishligi bu harom bo'ladi. Chunki u tuxum bo'ladi, erkaklar bo'ladi, bir-biriga badani tegsa harom bo'ladi. Shuning uchun ayollarga umuman mumkin emas. Bu tomonga yuramiz. Shuning uchun tavsiya bermaymiz. Umuman ayollar, erkaklarga ham o'sha kuchi yetgani borsin-u, qolgan paytda o'sha uzoqdan turib o'sha bismillohi Allohu akbarni qo'lini ko'tarishlik bilan o'sha kifoya qilinadi. Ayollarga yana qaytarib aytamiz, Hajarul Aswadni o'pish umuman mumkin emas. Ayollarga. Chunki u sunnat qilaman deb harom ish qilib qo'yiladi. To'xta. Mana o'zing eshitilaring. Keladigan o'zbek ayollariga boshqalar tarqatib qo'yinglar bu videoni. Hali kecha men namoz paytida men asrga chiqdim. Namoz boshlanib chiqaryapti, politsiya o'tirib olishyapti. O'zbek ayollarini men bir ikkitasiga chiqarib aytdim, qochinglar, iltimos hushyor bo'linglar. Namoz paytida ham shu Ka'bani yonida turmanglar, qochinglar hatdan. Ya'ni ko'pchilik endi kelayotganlar bor, yo bo'lmasa uydan chiqmagan, o'sha uzoqqa yurmagan, samolyotga chiqmagan, chet elni ko'rmagan hojonalarimiz juda ham ko'p. Mana shu narsalarda shu toshni o'pish kerak ekan deb turklarga ilashib olib, anaqa Bangladeshliklar va Hindistonliklar borishadi. Borga kelganlar bilishadi bu narsani. Borishib olib aralashib katta gunoh tortib kelmanglar-da, shuning uchun iltimos qilaman sizlardan. Hushyor bo'linglar o'zbeklar, haramga ilashib olmanglar. Bu juda ham yomon narsa, juda gunohga botib ketasizlar. Shunaqa. Mana xudo xolasa biz yarim grupamiz Qizil dengizga, ya'ni o'sha kemalarga chiqishib ketishdi. Labbi oshtoq. Nimaga bu Qizil dengiz degan u qizil sababi nima buni? Mana hozir hojakamdan so'raymiz-da, mendan ko'ra men yosh bolalarga tushuntirib qo'yaman sizga. Hojakam Oradan so'rovdim. to'liq tushuntirib beradi. Hojaga savol berishyapti. Qora dengiz deyilgan uchun bunisini Qizil dengiz deyilgan. Qizil dengizda mana Tamam, suvlar cho'rtak. Iliq mana sizlar. Rasa sho'r suv bu. O'rnashlar. Sargaymaylardan kelinglar. Oshtoq, charchamayapsizmi? Salom ayting ko'rib turganlarga. Sayohatlar kutyapmiz, hammasi zo'r. Sharoitlar zo'r, mana bunday dengizlarga olib kelib, menatrab ketishyapti. Jo'natib ishlayapti, cho'milamiz hozir. Gap yo'q. Videoga olib tashlab oladi. Bo'ldi, mana kelinglar.
Karameliymi? Yo'q, ana shu. Toshto'g'a, musofirlar ko'rib turishibdi. Rossiyadan, Amerikadan, har xil joydan ko'rishyapsiz. Hammasini duo qilaman dengizda yonida. Amin. Qani, olib keling siz. Voy. Duo qilavering. Ilohomin, ey yaratgan Alloh, eng avvalo hammamizni ham tan jonimiz sog'lig'im qilgan ziyoratlarimizni, tavoflarimizni dargohingga qabul qilgin Parvardigor. Amin. Shu yerga hamma umid qilganlarda nasibini qo'shgin kelib ziyoratlarni qilish. Hammasiga nasib qilsin iloyim. Yana qayta kelish hammamizga nasib qilsin. Umrimizga, rizqimizga, mol dunyomizga baraka bersin. Topganlarimiz faqat yaxshilik kunlarga nasib qilsin. Farzandlarimiz ham baxtli bo'lsin, qo'shganlardan qo'sha qarishsin. Ularga ham nasib qilsin iloyim mashallarga kelib ziyoratlarni qilish. Safardagilarni ham duo qiling. Safar yurganlar hammamiz safarlarimiz bexatar olsin. Sog' salomat yurtimizga borib bola chaqalarni baxtiga tinch yurish nasib qilmoq, qoriga ham uzoq umr, barakali rizq bersin. Bola chaqasini baxtiga, ona otasini baxtiga sog' bo'lsin. Qayta madaga ziyorat tarqatish hammaga nasib qilaversin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar rahmatka arhamar rohimin. Allohu akbar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Bolajonlar xudoya. Bundan ortiq endi ortda bo'ladi. Yo'q, o'sha rasmga oldi-yu, Qoratosh sizni rasmga oladi. Sizni qiyomatda sizga guvohlik beradi. O'sha bismillahi Allohu akbarni qo'lingizni ko'targaningizda, o'sha siz hali aeroportda kameraga qaragan bo'lasiz. Sizni Qoratosh rasmga oladi. Qiyomatda sizga guvohlik beradi. Shu. Odam uchun Firmadan bu kamchiliklari bormi? Bir qanaqa to'ldirish kerak? Fikrlaring qanaqa? Yana nima qilsak bo'ladi? Biz sizlar bilan firmani boshlig'idan o'tmasligi anaqa vositachimizku. Sizlarni qulaylaringni, bir nimalaringni aytamiz. Yana shu firmamiz boshlig'i Jahongir degan bo'ladi. Shu Jahongirga ham bir duo qilinglar. Ishlariga rivoj bersin. Bizni mana shu nima desak, ana shu 50 boshlarimiz nima desak qilib beryapmiz. Sizlarni ibodatlarini to'liq bo'lishligiga qaratilgan. Biz o'sha to'liq bo'lishligi uchun Jahongirdan nima iltimos qilsak, hammasini bajarib beramiz. Shu bolaga ham hammalarga o'sha Ka'baga borganda chiroyli duolarni qo'yinglar. Mana Abdulloh xonakamiz boshliq 50 boshlarimiz bor. 11 taniki 50 boshi bor. Shularga ham duo qilinglar, Xudo xohlasa. To'g'rilarga ham aytdik, mana 19-avgust kuni o'zimizni o'zbeklarni oshpazlarni olib keldi, mana o'zbeklarga o'qadi. Gap nimada deysiz? Ovqat yegani kelganimiz yo'q deysiz-ku, o'sha ovqatni yeb, quvvatlarni meni ibodat qilasiz. Qanday qilaylaringiz bo'lsa, yana nimalar qo'shish kerak, yana nimalar qilsa sizlarga qulay bo'ladi. Shularni aytsalaringiz, biz Jahongirga aytamiz, imkon bo'lsa qilib beramiz. Bu shunaqangi ibodatki, bu joyga kelgan odam hojilarimizni xizmatini qilamiz-ku biz. Hamma tavof qilib, umra qilib chiqqandan keyin ularning duosi ijobatda. Endi ular bizdan xursand bo'lsa, bizni duo qiladi. Agar biz ularni ko'ngilli narsani qilib beramiz, ular chiqib qarg'ib yoki bo'lmasa ichlar bir nima o'tadi, bizga bo'ladi bo'lgandek. O'shaning uchun sizlardan biz bu xizmatda juda ham ehtiyot bo'lamiz. Ehtiyot bo'lib xizmat qilamizki, bu nozik xizmat. Boshqa xizmatlardan ko'ra bu hojilarimizning duolari ijobat bo'ladigan joyda turibdi. Bizni yaxshilikka ham duo qilish mumkin. Yomonlikka ham duo qilish mumkin. O'shaning uchun bizni xato qilishga haqqimiz yo'q o'sha. Xato qilsak, o'zimizga ziyon bo'lib qoladi. Bachchalarimiz Qizil dengizga oyoqlarini pishib suvlarda turishibdi mana.
Ha bitta tashlab yuboringlar bitta. Mana hammalari xudo xolasa. Qizil dengizda hammalari xudo xolasa. Videoga olyapman, salom aytinglar. Ko'rib turganlarga. Zohidan ahliga, Amiravat ahliga, qarindoshlarimizga, bola chaqalarimizga, hammalariga salom. Biz yaxshimiz. Duo qilinglar. Amin. Ilohim. Allohu akbar. Amin. Allohu akbar. Rahmat, salomat bo'linglar. Dengizda ko'rishyapti mana xudo xolasa hojonalarimiz hammalari. Xudo xolasa mana ayoqlarim pishib dengizga. Mazoq ketishyapti. Ishlarni qilib yuraveraylik. Aytganingiz kelsin. Chiqishyapti endi mana suvdan sekin asalik bilan. Hojona orzuyingizga yetdingizmi? Mashina havas qilayotib qo'ydingizmi? Rahmat. Shuni sizlarni kanallarni ko'rib, ular kemaga chiqishamikin dedim. Mana dengizni bo'yida. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' Hamma bo'linglar. qorilar sog' bo'lsin, baxtimizga yetkazdi, Alloh yetkazdi. Bitta ham qo'ymasdan kanallarni tomosha qilardim. Bizdan qachon borarkin biz? Orzuyimga yetdim, rahmat. Sog' Kelinglar, bo'linglar. maroznimiz nimani bo'yida, Dengizni bo'yida. Xudo xolasa mana hoshton bilan iloyim. ziyoratchilarimiz hammasi Qizil dengizni bo'yida inshaalloh tijoratda.